Hammaga salom sizlar bilan Abdulboriy va sizlar mana kanalda obunachilar sizlar Hagi-Vagi degan o'jal bilasizlarmi? U ko'rinishidan Rossiya ham yumshoq, chiroyli, yosh bolalarga yoqadi. Lekin biz xuddi o'sha Hagi-Vagining o'yinini o'ynaymiz. Lekin o'ylab qarasam, Rossiya ham qo'rqinchli horror ekan. Biz uni Hagi-Vagining uyga tushib olamiz va biz u bilan quvlashmachoq o'ynaymiz. U bizni qidiradi, aqdan baqa yuradi, tutib olsa bizni kunimiz bitdi. Albatta video qiziqarli va qo'rqinchli bo'lishiga va'da beraman. Albatta video boshlanishidan oldin albatta like, obuna boshqa esdan chiqarmanglar, chunki biz tezroq 10 ming ta obunachi bo'lishimiz kerak. Hop, obunachilarga kirishimiz bilan qaranglar, mana yerda qanaqadir xonada turibmiz. Bu yerda nimalar ko'ribmiz? Bu yerda mana yerda shkaf, spryatать qilish uchun agar mahluqdan bu yerda qanaqadir polkalar, polka pusto ekan. Hop, qanaqadir yerda eshik bor ekan, eshikdan chiqib kelmayapti, serios. Hop, mana yerda qanaqadir pataynoy yo'l desa ham bo'ladi, adashmasam. Bu yerda adashmasam o'tirib poylashimiz mumkinmi? Неужели? Hop, ladno. Hop, mana yerda ochib ko'ramiz. Lekin uyini qo'rqinchli ekan obunachilar. Ladno qo'rqinchli bo'lyapti. Voy, stulni tushirib yubordim. Hozir keladi chota. Lan. Voy, obunachilar ko'rmay qopman. Voy, yaxshi ham kirib qopman. Chota ovozga keldi. Odamni qaranglar, qanaqangi qo'rqinchli nafas olyapti hozir. Vaqtga ketgan bo'lsangiz butunlay boshqa joyga ketamiz. Hozir nima qilayotganimni o'zim ham bilmayman. Luboyxonaga boshqa tashqarida qolib ketdim. Hozir o'zim ham qana turganimni bilmayapman, serios. Qayerlarda yuribman o'zim aylanib, o'zim Hagi-Vagi qani. Mana eshikni yopib turamiz. Yana odam, demak tushundim. Hagi-Vagi menga yaqin atrofda bo'lsa, demak meni odamim qattiq nafas oladi. Hozircha jimjitlik, demak hozir uzoqda. Stulni o'rnatdim. Keladimi? Yaqinlashsa, lekin yaqinlashsa odamim qattiq nafas olib chiqarar ekan. Hozircha shkafchiga yashib olamiz va u kelishini kutib turamiz. Balki baqachiq emas. Nimaga yo'q qoldi hozir? Yo'q, ko'rmadim ekan. O'tirib yursa, bezuk yurar ekan. Qaranglar obunachilar, lekin bo'lamiz. Mana tursa qadam ovoz eshitilar ekan, mana stikerga ham qarasalaring. Yo'limda hamma narsani o'tarib ketyapman. Hop, qanaqadir kanalizatsiyami deb, vasi g'alatki. Obunachilar, qochdi. Riski chiqib qolganini qaranglar, buni spryatаться. Voy! Yuragim ushlab qoladi hozir, vasi. Ana o'zi keldi. Здравствуй. Как дела? У меня все нормально. Obunachilar uchun video qilib qo'yinglar, nima gaplar? Tinchlikmi, yuribsan? Yaxshimisan, shaylar? Uydagilar yaxshimi? Chota uydagilarim otpuskada. Voy, obunachilar ko'rdi. Chota ko'rdi. Voy, ovoz chiqarib qo'yganini qaranglardan ustuldi ham. Voy, buni basharani qaranglar endi, uncha basharan. Voy, o'ldim. Ikkinchi kun Zagruska bo'lib davom etyapti. Yana biz xuddi o'sha xonadamiz, aytganimdek, va o'sha shkaf, o'sha pataynoy xona, yana o'sha yerdan birinchi ishimizni boshlaymiz. Ovoz eshitilyapti, eshikni ochsam. Keladimi endi? Kelyapti. Obunachilar, men o'yindan ko'ra ovoz qanaqadir agar men uni qattiq yopib o'tsa-chi, keladimi ovozga? Da smysli? Qanaqasi kelmasligi mumkin? Ovoz baland chiqyapti, to'g'rimi? Mana qaranglar. Mana. Даже tiz qilaman.
qattiq chiqyapti, lekin hech kim hali beri kelgani yo'q. Chota qayerdaligini bila olmayman-da hozir. Unday bo'lsa yo'q. Ana stulda o'g'natdi, menda kelish kerak. Ana kelyapti. Stulga lekin kelyapti, qaranglar obunachilar. Mana ko'zini oldida ochib yo'qotgan. Biladimi? Alloh, bilmadi. Alo, mana qarang, eshikni qattiq ochib yo'qotibman. Kelasanmi oldimga? Meni yemaysan, mana shirin edim lekin. Vay, stulda o'g'natib yubordim. Keladi hozir. Kiraysa apshipinni. Mana tarafdan chiqib ko'raylik ekan. Odam qattiq nafas olyapti, demak yaqin turib. Ko'rmadi. Sezmadi, demak u unus tarafga ketgan bo'lsa, biz mana kirib ketamiz. Vay, kelyapti. Odam mana qattiq nafas olib chiqaryapti. Srochi mana shu yoqqa yashinamiz. Vay, obunachilar, chota yana chota shu tuzoqqa tushib qoldimi? Chiqishi bilan stulga tegina yana keladi. Chota yana shu yerda o'laydigan o'laman-da, chota ana. Qaranglar, o'zi mana kelyapti. Aptinga tirjayib, uyalmasdan. Bo'lma. Va yana ovoz chiqib qoldi. Bitta eshitmaymi? Voy, chota ko'rdi endi, chota ko'rdi. Dano nafi ko'rmabdi. Ko'rmabdi. Yaxshi. Va endi bu tuzoqdan qanaqa chiqib ketib olaman? Bu xonadan qanaqa chiqib ketib olaman endi? Vay, mana shu stul turib qanaqa siljitib ham bo'lmasa kerak joyda o'zim qisdim. Yana kelyapti. Vay, tuzoqqa tiqildim, bo'ldi, prosta bo'ldi. Endi bu tuzoqdan chiqib keta olmayman. Shu yerda o'laman yana. Bo'ldi, mana oldinga primoyga chiqaman. Davay, davay, o'ldirman, davay, aqli yetammi? O'ldir. Aqli yetdi rostdan. Va yana biz o'sha xonadamiz, yana mana o'sha shkafchi, yana biz o'tirib mana shu yerda endi obunachilar har safar o'sha joyga ketaverdim. Endi biz tepaga ham chiqib ko'ramiz. Aytlarda nimalar bor ekan. Birinchi o'rinda biz Hagivagini o'zimizga chaqiramiz. Oldimizga yo. Shit ekan. Kiraysa apshipinni. Sal qoldi obunachilar. Yo'qmi? Yaxshinib turavering. Ehtiyot shart. Qayerda u? Bo'ldi, tepaga chiqib ketdim, tavakkal. Chota eshitdi. Mana eshikda nima bor? Va betlarda manekin hop qanaqadir narsalar hamma yoqda ag'darib o'limdi, neklujib ketyapti. Obunachilar borgan sari qayerlarda yurib, mana ikkinchi etajga chiqibman, даже qaranglar. Bo'ldi, qanaqadir qamoqxona. Mana stulda ham tushaman даже. Chiqyapti arqamdan obunachilar, chiqyapti. Ladno, betda eshitma yo'q. Lom bor ekan, lekin hozircha kerak emas. Biz faqat quvlashmachoq o'ynayapmiz men bilan uyida. U meni topolmaydi deb va'da beraman. Lekin ikki marta topdi, baribir. Uchinchi marta ham tushib qolmasam bo'ldi. Hop, hoz keladi. Ana keldi. Burası
deyarli qo'rqinchli bo'lyapti lekin serios. Ko'rish videoni ko'rganlarini qo'rqinchli bo'lmasligi mumkin, lekin sizlar shu o'yinni o'ynab ko'rsalar, lekin aniq jichcha bo'lsa ham qo'rqasizlar. Dash eng qo'rqmaydigan odamlar ham jichcha bo'lsa ham qo'rqadi. Javob beraman. Pastga qarab ko'ramiz nima bor. O'zim tuzoqqa tiqdim. Voy! Mana obunachilar video yoqdi deb o'ylayman. Agar video yoqqansa like, obuna boshlaysizni chiqarmanglar. Albatta bu video hamma harakatlar sizlar uchun. Sizlarda ishlaring bo'lsa like, obuna bosh. Sizlar bilan men bo'ldim, men ismim Abdulboriy. Hammaga xayr, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarga bo'lsa ko'rishguncha xayr.